Assalomu alaykum obunachilar. Arashan Edilboy qo'zladi sifati zo'rlardan keldi. Siz o'ylagan narxdan ham 200 ming, 300 ming arzon. Videoni oxirigacha bitta like bosib qo'yinglar. Arashan qo'zi qo'chqoriladi sifati zo'rdan kelsa olaman degan obunachilarimiz uchun mana keldi obunachilar. Videoni boshidan bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar obunachilar. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Anvarbek ukamizni qo'dalaridamiz obunachilar. Xudo xolasa 100 bosh oshiroq Arashan Edilboy qo'zi qo'chqorlarimiz kelgan. Narxini yengil qilib qo'yib beramiz deyapti obunachilar. Videoni boshidan bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Buni to'liq ma'lumotni Anvarbek ukamizdan beramiz obunachilar. Bugungi hafta kuniga juma. Barchalaringga juma ham muborak bo'lsin obunachilar. 31-iyul 2026-yil. Xudo xolasa qo'zi qo'chqorlar sifatlisidan keldi obunachilar. Qator ko'ring. Anvarbek Zo'misiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Maza yaxshimi? Xudoga shukr. Qo'zi qo'chqorlar olib kelibsiz. Qo'zi qo'chqorlar zo'rlardan keldi. Faqat bugun sizda obunachilarimizga 4 millionni pastida Arashan qo'zlar 4 millionni pastida qo'yib beramiz. Sifatligim zo'r obunachilar, qo'zi qo'chqorlar. Ancha suyaqli qo'zlar ekan, Anvarbek. Endi qirg'iz qo'ydi boqqanlar ancha ozroq bo'ladi boshqa keyin tez natija beradigandan-da bular. Xudo xolasa obunachilar, Qirg'izistonni qo'sini boqqan obunachilarimiz o'zi bilishadi obunachilar. Kam yog' sergo'sh bo'ladi. Mana sifatlidan oyoq qo'l cho'ziq. Hamma suyaqli narsalar ekan obunachilar. Xudo xolasa semirtirib qo'ysangiz bo'ldi o'zi. Xudo xolasa yaxshi effekt beraveradi obunachilar. Son nechta Anvarbek? Mana 40 dona. 40 boshqa birinchi partiyamizga. Yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyligi 6 oydan 7 oygacha. 6-7 oylik atrofida. Qanalar, bunlar hozir. Gap 6-7 oylar deganingda 6 oylar filska olishsin. 6 oylik filska olishaveradi, ha? 7 oylar qilmas, 6 oylar filska olishadi. Xo'p, bular yeb ichishi sog'lik salomatligini sinovdan o'tkazdingizmi? Sinovdan o'tdi, yana bir hafta sinov olishadi. Xotirjam sinov olishadi bir hafta. Bir hafta sinov olishaveradi, ha? Yeb ichariga sog'lik salomatligiga garantiyasi bor. Bo'ktirib qo'ysa, oyog'ini sindirib qo'ysa, uni ustiga javob bermaymiz. Jon Alloh keldi. Ha, shu hammada shunday obunachilar. Oborasiz, yem hashagini berasiz, lekin me'yorda obunachilar. Bo'ktirib qo'yib nima hali bular yem yemagan qo'zlar, dalavat. Oyog'ini sindirib bo'ktirib qo'ymasangiz bo'ldi obunachilar. Nima kasali, gangri, yo'tali, boshqasi bo'lsa garantiyasini berishadi, ha? Garantiyasi bor, bir hafta. Hammasini og'zi choqal, og'zida yarasi, boshqasi yo'q obunachilar. Bu qatorlar hammasi oq yuz, oq quloqlar obunachilar. Anvarbek, xo'p, buni ko'ring. Narxini 4 pastda qo'yib beraman dedingiz. Endi imkon qadar yengil qo'yib berasiz. 4 pastda deb 50 ming o'tib qo'ydim. Bunaqa narsa bo'lmasin. Nimaki Anvarbek, buni obunachilarimiz bir joyga ko'rib, bir joyga hammasini oldim deyishgan obunachilarimizga imkon qadar yengil qo'yib bering buni. Buni sotingda yana yangisiga qizing. Oz-moz foydasini qo'yib aytingda. Bunaqa foydani ko'p ko'zlamang. Ozda baraka, to'g'risi gap. Nech puldan qo'yamiz buni? Biz soniga ishlaymiz. Faqat 50 ta, 100 ta sotsak kuniga 50 ming, 100 mingdan qolgan taqdirda ham bizni qoplaveradi. Qoplab ketaveradi. Og'a odam, dehqon ham baraka topsin. Mana yengil qo'yib bering. 100 ming, 50 ming demaymiz. Buni tekis olishsin. Bo'ladigan qo'yib qo'yaylik. Havo asib ketyapti. 3 million 800 dan olgan odam barakasini topsin. 3 million 800 da obunachilar. Realni tavsiya qilaman. Bular 4 million ustida chiqyapti obunachilar. Qo'yni maqtash emas, lekin sifat, sorti yaxshi qo'zilar obunachilar. Qirg'izistonning qo'zi to'rda pastdan chiqdi obunachilar mana ular bilan. Yosh o'ligi ham narxi bilan maqtanamiz, qo'y bilan maqtanamiz. Ancha yaxshi. Yeb ichishi ham yaxshi ekan Anvarbek, Qirg'izistonning qo'zlarini zo'r qo'z. Boqqa obunachilarimiz bilishadi, yeb ichishi ham yaxshi bo'ladi obunachilar. Nimani bersangiz yeydi, xudo xolasa, qashaqdan qaytadigan qo'z bo'lmaydi obunachilar. Mana ko'ring bir qator. Unaqa qayga kirib ketib, boshqa qilib olganimiz yo'q. Realni video qilyapmiz obunachilar. Nimaga bizning kanalimiz yangi. Shuning uchun unaqa kattalashtirib qo'yib, boshqa qilib olinmaydi. Tepasiga kelsangiz ham shu qo'yib yurasiz obunachilar. Tepasiga kelib katta ko'ringan ekan, kichkina ekan qo'zlama. Videoda ko'rib olasizmi, tepasiga kelib olasizmi, xudo xolasa rahmatni aytasiz. Nimaki bozordan realni 200 ming, 300 mingdan arzon bo'ldi. Anvarbek telefon qilishadi, yana oz-moz hammasini oldim deyishga o'tib berasiz, ha? O'tib beramiz. Keyin deb o'ylab qolishmasin, bu arzon qo'ydi, 65 yil qo'zi bo'lsa kerak deb o'ylab qolishmasin. Partiyamizga eng zo'r o'sha Edilboy Arashan oq yuz, oq quloqlaridan obunachilar. Kallalarini ko'ring buni. Polvonligini obunachilar oldilarini. Oq yuz, oq quloq. Zotqa tarbiya qilsangiz ham bo'laveradi obunachilar. Anvarbek, son nechta buni? Soni 14 dona. Bari qo'chqor buni ham, ha? Qo'chqor. Yeb ichsa sog'lik salomatligini sinovdan o'tkazdingizmi? Sinovdan o'tkazdik, yana o'sha aytamiz, bir hafta sinov olishaveradi biz. Bir hafta bemalol sinov olishaveradi, ha? Bir hafta sinov olishaveradi. Xo'p, yosh o'yligi qanaqa buni? Yosh oyligi 6 oylik.
Olti oyli. Faqat bu. 6 oyli plyus qolishaveradi, ha? Hop, bo'y basti ham baland ekan, ha? Minus da. Minus kamroq 75. 75 plyus minus qolishaveradi, ha? Bo'yiga talashmaymiz, u material emas u. Hop, yeb ichishini sinovdan o'tkazingizmi? Sinovdan o'tkazib. Obunachilar buni oldidan bitta mana obunachilar. Hammasi oq yuz. Oq quloqlar obunachilar. Qirg'izistonni qo'ziqo'chqolarni boqqan obunachilarimiz bilishadi. Yana takrorlab aytaman, suyagi zo'r bo'ladi obunachilar. Effekti yaxshi bo'ladi, kam yog' sergo'sh bo'ladi obunachilar. Mana bular lekin zotga ham tarbiya qilsangiz bo'ladi. Kalla garbinotlar ko'ring. 90%. Mana oldilaridan gardanlar, kallalarini ko'ring mana obunachilar. Mana. Tamam, dam beradiganlardan, bu. Anvarbek buni obunachilarimizga o'zi bir kishini qo'ygan ekan-a buni, ha? Son 14 dona ekan. Bitta obunachimizga bering, son 14 dona ekan o'zi. Soni kam ekan. Bitta obunachilarimiz olib maza qilib boqsin, buni nech puldan qo'yamiz? Ha, bo'ladigan qo'yaveramiz, isib ketyapti. Imkon qadar yengil qo'yamiz. Ha, yengil qo'yamiz. U aytdimi, har safar 4 milliondan pastladimi videoda boshida mana ham olishsin, 200 mingdan kamdan olishsin, barakasi. Bu ham 3 million 800 dan ketaveradi, ha? Obunachilar, bu ham 300 million 800 dan oling. Juni olinganini oling obunachilar. Xohlang, mana buni oling obunachilar. Agar imkoningiz bo'lsa, hammasini bir joyga tortdim desangiz, obunachilar yana o'tadigan joyi bor, chiroyli qilib kamini qilib berishadi obunachilar. Chiroylab kamini beramiz. Qo'ydi haqiqiy kallalar, orqalar juda chiroyli ekan obunachilar. Mana oyoq kastahlarini ham ko'ring, baquvvat obunachilar. Bunda PR qilish kerak yo'q, meni qo'yib 4,5 million, 4 million 300 dan narx yo'q. To'ppa-to'g'ri obunachilar, realni mashq qo'zlarni o'zim ishonavering, chin dildan tavsiya qilaman, lekin to'rni pastda bunaqa qo'ziqo'chqorlar chiqqan yo'q obunachilar. Chiqyapti 4 million 200, 4 million 300 bo'lib chiqadi. Bugun siz obunachilar olib baraka toping. Xudo xolasa imkon qadar yengil qo'yishyapti obunachilar. Ekrandan nomerlarga shoshilib telefon qiling obunachilar. Yana hech kimda aytgani bo'lmaydi. Shunda ham 3 million 800 dan o'zi realni arzon bo'ldi. Lekin Anvarbek obunachilarimiz telefon qilib Anvarbek hammasini bir joyga oldim desa, yana kamini qilib berasiz ozmoz, ha? Qo'ydi, hammasini kamini qilib bermayman, общий summadan nimadir tushib beraman. Общий summadan tushib berasiz, baba. Hech kimda aytgani bo'lmaydi, ha? Mana bu qo'ziqo'chqorlar bilan obunachilar. Ekrandan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bundan ham yengilni olib chiqamiz obunachilar 3-partiya. Obunachilar 3-partiyamizga ham qo'ziqo'chqorlar sifati zo'rlardan chiqdi obunachilar. Hop, Anvarbek 3-partiyamiz soni nechta? Son 30 dona. Son 30 dona. Bari qo'chqormi nima? Ya sovlig'i bormi? Yo'q, sovlig'i yo'q. Hop, bari qo'chqor. Ichmasi yo'q. Ichma sovlig'i, aftasinaqasi yo'q obunachilar. Yeb ichishini bir haftasini bor, bu nima? Buni ham bir haftasini olishlar, xotirjam. Hop, bularni ham ko'ring obunachilar. O'zi oldi-ketdan tulovi kelgan. Yosh o'ylagan bo'lsa, sal kattaroq shiklar. Yosh o'ylagan qanaqa Anvarbek? 5 oylik plyusda. 5 oylik plyus minus qolishaveradi, yo 6 oylik atrofidami? 5 oylikdan 6 oygacha. 5-6 oylik qolishaveradi obunachilar, lekin obunachilar tepasiga kelib qo'zlarni chizib o'tadi. Tepasiga lakasalar tashlab berishadi. Tepasida kelib realni ko'ring. Qo'y ishonavering, bu qo'yilgan narxga realni yo'qadi. Siz narxini taxmin qilib turing, siz o'ylagan narxdan ham bu yengil bo'ladi obunachilar. Anvarbek, hop, buni hammasini oldim deyishga obunachilarimizga nech puldan qo'yib berasiz buni ham? Yengil qo'yib bering buni ham imkon qadar, ha? Yengil qo'yib beramiz aytyapmiz, yengil qo'yib bitta obunachiga bersak, shunisi yaxshi-da bizga. Bitta obunachilarimiz olsa imkoni yo'q odam bitta ikkita olaman degan obunachilarni ham ishini bitirasiz bugun xudo xolasa. Hozir obunachilarlar o'ylayap turganlar, buni 100 ming kamdan 3 million 700 dan chiqarib beradi deb o'ylashyapti turganlar. Duo qilib qo'yishadi. Otangga rahmat deb kommentariyaga yozishsin, mana olishsin, mana 3 million 600 dan olishsin, barakasini topishsin. 3 million 600 dan, ha? 600 dan. Telefon qilishadi yana, lekin ozmoz o'tib berasiz, ha? Hech kimda aytgani bo'lmaydi, ha? Ofis summani o'tib beramiz. Hozir 3 million 500 dan hisobi chiqmaydimi? 3 million 500 dan hisob chiqmaydi. 3 million 500 dan qo'yib bering mana shuni. Yo'q, 3 million 500 dan chiqmaydi. Obunachilar, sizlar uchun videoni boshida o'z talashib tortishdim obunachilar. To'g'risi gap 3 million 700 qo'yamiz deyshodi. 3 million 700 emas, 3 million 600 dan qo'yib berishdi obunachilar. 100 ming so'mdan bo'lsa ham son 30 ta ekan 3 million realni o'tkazib qo'ydim obunachilar. Yana siz telefon qiling, yana kamini qilib berishadi obunachilar. Ekrandan nomerlarga telefon qilaverasizlar obunachilar.